Kelinglar o'rtoqlar, men sizlarga hozir Yunusobod megapolisdan yagona bo'lgan eksklyuziv kvartirani ko'rsataman. Men manzarasiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Yoqsa like bosib qo'yasizlar. Ko'rishinglar mumkin, ro'paramizda Megaplanet shahar juda bir o'zgacha ko'rinar ekan. O, naryoqda Toshkent City, telebashnalar ko'rinyapti, past tarafni ko'rsatinglar. Odamlarni qaranglar. Kichkina ko'rinyapti. 14-qavatdamiz Megaplanetning ro'parasidagi Megapolis turar joy majmuasidagi yagona bo'lgan eksklyuziv 3 qavatli kvartiraga kelganmiz. 238 kvadrat metr kattalikda. Mana stullarni qaranglar. Bu endi mehmon kutish zonasi. Mana bu tarafda mana divanli zonalari qilingan kattagina kvartira ekan. Kvartira laqabli uchastka desak ham bo'ladi bu joyi. Bu yoqdan tushadigan bo'lsak 13-qavatga, yana 12-qavatga ham tushsak bo'ladi. Mana kiraverishlarni ko'ramiz. Katta oyna qilingan. Mana bu yoqdan alohida lift mana shu 14-qavatga chip orqali chiqadi. Boshqa odamlar chiqa olmaydi bu yoqqacha. Endi bundoq aylanib keladigan bo'lsak bor-ku, mana bu yoqda ham katta rom qilingan, ikki yoq tomonlama balkon, ovqatlanib o'tirish zonasi. Oshxonani qaranglar, uy sharoitlari shunaqa idealniy, shunaqa akkuratniy turgan ekan. Deyarli egalari foydalanishmagan, hech kim yashamagan. Egalaridan so'radim, mana shu ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. O'rtoqlar, narxi ham dodda qilib belgilab qo'yganmiz. Maza qilib yashayman degan odam bu uyni oladigan bo'lsa, aniq baraka topadi. Endi pastki qavatga tushamiz. Pastki 13-qavatiga tushdik. O'rtoqlar, zinadan tushganimizda chap tarafda navbatdagi xonamiz bu yotoqxona. Kattagina, keng, mana bunaqa kravatlari, garderoblari, mebellarni ham qimmatidan yasalgan ekan. Keyin mana bu yoqdan ham podyezddan alohida kirib chiqish eshigi bor. Buni yonginasida bo'lsa navbatdagi yotoqxona bolalar uchun mo'ljallangan va buni yonginasida sanuzulni ko'ramiz. Mana bu umumiy sanuzuli bo'ladi. Endi yana pastga tushamiz. Pastki 12-qavatga tushdik. Bu yoqdan ham alohida kirib chiqish eshigi bor. Juda ham chiroyli oynalar, mebellar qo'yilgan. Kelinglar, bu asosiy ota-onalar yotoqxonasi. Mana divanlarini, mebel texnikalarini, remontlarini qaranglar. Ideal turibdi-da. Zo'r tarafi nima desanglar, voy, men bu yerda yotoqxonada o'tirib, keyin bilan mana shu choylarni ichib, mana manzarani tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi-da, oka. Mana bu tarafda divanlarini qarang. Lekin kvartira haqiqatda dodda ekan-da. Bu yoqda asosiy kravati bo'lsa, buni yonginasida sanuzuli. Mana shunaqa ko'rinishda sanuzul, kafillarni, lekin hamma narsani o'zi qimmatlardan qilingan ekan. Qadrdonlar 1 kvadrat uchun $2000 so'ralyapti. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Oddiyroq nastroykalardan mana shunaqa holatda uy olaman desanglar, mebel texnikalari bilan 1600, 1700. Bu lokatsiya uchun bu uy $2000 ga 100% arziydi.